Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Mana bugun yakshanba Andijonda mashina bozor. Bozorlarimiz qizg'in, xaridorlar ko'p. Xudo xolisa yaxshi yurib qolyapti. Mana 081 ham sotuv dedi. Malibu 1-2 pozitsiyasi buni ham tayyorlab 4 slov polirovka qilib yana ham chaman qilib tayyorlab qo'ydik. Ular sotuvda. Bu mashinamizni 9,5 ming dollarga berib yuboradigan mashinamiz. Mana yili 2013 chiroyli chiqollar kiydirib mana приятный qilib qo'ydik. Ko'ringlar. Ular chaman chiqdi. Bu ham o'z tayyor edi. Bunimiz Malibu 1-3 pozitsiyasi 12 chichqon svet. Bu xaridorlar turibdi. 168 ming yurgan. Ular mashinamiz ham sotuvda. Bu mashinamizni 11.500 dollarga berib yuboramiz. Captiva'miz 2014. $12,500. Captiva 3 turbo bo'lgan varianti. 073'imiz Captiva 4 2017. Puli 17 ming. Kiraskalari top-toza holati buni ham a'lo. Mana salonlar. Motorlarini ham bir ko'ringlar. Mana motorlari ham вообще tiniq holatda. Oxirgi pokoleniya gazlari bu. Gaskasi top-toza. Bu ham sotuvda Captiva 4 oqidan minaman deganlarga marhamat, oqi. Hop. Keyingi mashinamiz hop. Captiva 4 80 ming yurgan. Captiva 4'imiz. Bu ham propan gaz. 2017 Captiva 4 puli 17.500 dollarga berib yuboramiz buni. Bunga to'rtta yangi balon taqib qo'ydik. Plus Captiva 4 qorasidan minaman deganlarga marhamat. Qorasi. Oldini qarang, qovog'ini solib turishini. Hali ham bu mashinalar jiddiy bo'ladi. Jiddiy mashinasi. $17.500 Captiva 4 S7. Plus bunimiz 12.2 ni turbo bo'lgani. Bu ham 12 ming. Bu ham qorabay 20 diskalarda. Buni ham holati yaxshi. Chiroyli chiqoqlar mana. Monitorlar. Mashinalarimiz sotuvda. Hurmatli obunachilarimiz, YouTube kanali kuzatuvchilari, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar, mashinalarimizdan tanlanglar. Hop.
pastda nomer qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa, mo'shtalarimizdan tanlasanglar, qolgan tushunmagan gaplarni telefonda, Telegramda, WhatsApp orqali gaplashamiz. Hammaga omad. Bizni kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.